Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Matchonov Otabek, Urganch davlat universiteti geodeziya, kartografiya va geografiya kafedrasi doktorantiman. Bugun biz siz bilan Markaziy Osiyoda atrof muhitni muhofaza qilish, fazoviy ma'lumotlar asosida tabiiy ofatlar xavfini boshqarish loyihasi bo'yicha yangi mavzuni ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu fazoviy ma'lumotlar bazalari deb nomlanadi. Demak, fazoviy ma'lumotlar bazalari o'rganishda biz nimalarga to'xtalamiz? Demak, birinchi fazoviy ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari, fazoviy ma'lumotlar turlari, operatsiyalari, so'rovlar tili, fazoviy ma'lumotlar bazasini loyihalashga to'xtalib o'tamiz. Demak, bunda ma'lumotlar bazasi bu demak ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashni osonlashtiradigan tarzda tashkil etilgan ma'lumotlar to'plamidir. Ya'ni fazoviy ma'lumotlar bazalari demak bizda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni saqlash va ularni qayta ishlash bilan bog'liq jarayonlarni o'z ichiga oladigan ma'lumot bazalari ekan. Bunda demak aloqador ma'lumotlar bazasi modelida ma'lumotlar bazasi odatda ikki o'lchovli jadvallarda tashkil etiladi. Demak, bunda ustunlarda demak nomi, yoshi, manzili kabi fazoviy obyektlar haqida to'xtalinadi va bu fazoviy obyektlarni satrlarda ularga tegishli bo'lgan qiymatlar ko'rsatib o'tiladi. Demak, aloqador ma'lumotlar bazasi bir-biri bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar bazasida demak talabalarni baholari va kurslari jadvallarida misollar keltirilgan. Masalan, Anna Smith birinchi, demak Portugaliyada, mamlakat Portugaliya ekan. Demak, studentni identifikatsiya raqami 1-chi kurs va natijalari, baholari ko'rsatilgan. Shuningdek, qaysi kursdan, ya'ni qaysi fandan bahosi olinganligini ko'rsatib o'tgan. Xuddi shunaqa demak ma'lumotlar bazasida ustun demak fazoviy obyektni va satrlar esa o'sha obyektga aloqador bo'lgan obyektni xususiyatlarini ta'riflab beruvchi ayrim ma'lumotlar bilan to'ldiriladi. Fazoviy ma'lumotlar bazasi fazoviy geometrik maydonni aniqlaydigan yoki ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashga imkon beradigan ma'lumotlar bazasi. Fazoviy ma'lumotlar demak odatda geografik joylar yoki obyektlar bilan bog'liq. Fazoviy ma'lumotlar 3 ta asosiy abstraksiya yordamida taqdim etiladi. Bular demak nuqta, chiziq va poligonlar shaklidagi abstraksiyalar yordamida demak ta'riflanadi. Ma'lumotlar bazasi fazoviy va fazoviy bo'lmagan so'rovlar tashkil topadi. Demak, ma'lumotlar bazasida asosan fazoviy bo'lgan so'rovlar yig'iladi va fazoviy bo'lgan ma'lumotlar to'planadi. Endi fazoviy ma'lumotlar bilan fazoviy bo'lmagan ma'lumotlar yoki fazoviy so'rovlar bilan fazoviy bo'lmagan so'rovlarning qanday farqi bor? Fazoviy bo'lmagan so'rovlarga masalan misol qilishimiz mumkin. O'sh davlat universiteti talabalarining ismlarini ayting. Yoki Urganch davlat universitetida 100 tadan ortiq talaba o'qiydigan kurslarning nomini ayting. Yoki geografik informatika ixtisosligi mavjud bo'lgan universitetlarning nomini sanab bering. Demak, bularni hech biri fazoviy ma'lumotlarga kirmaydi. Endi fazoviy obyektlarni, masalan, O'sh davlat universitetidan 10 kilometr masofada joylashgan talabalarning ismlarini yozing. Demak, bunda demak qaysi talaba ana shu universitetdan 10 kilometr masofada yashaydigan bo'lsa, ularning ma'lumoti chiqadi. Demak, universitet bilan uni yashash joyi orasidagi masofa demak fazoviy ma'lumotga ishora bo'ladi. Birinchi misolimizda demak talabalarning ismlari yoki talabalarning kurslari bu fazoviy ma'lumot
hisoblanmaydi. Yoki fazoviy so'rovlarga yana bitta misol, O'sh davlat universitetidan 100 kilometr uzoqlikda joylashgan shaharlarni sanab bering. Va hokazo. Demak, ana shunday so'rovlar fazoviy so'rovlar bo'lishi mumkin. Endi fazoviy so'rovlar tili deganda nimani tushunamiz? Demak, fazoviy ma'lumotlar turlari, masalan, nuqta chiziq poligon shaklida bo'lishini ko'rib o'tdik. Fazoviy operatsiyalar kesishma, masofa, eng yaqin qo'shni bo'lishi mumkin. Fazoviy funksiyalar, masalan, maydoni, zichligi va hokazo bo'lishi mumkin. Endi so'rovlar tili deganimizda, demak, Scale 3 yoki Scale 1999 tillari bo'lib, bu so'rov tili uchun standart ekan. Demak, bunda 1986-yilda taklif qilinganidan keyin tilni 4-versiyasi demak joriy qilingan. Bundan tashqari OGES, ya'ni Open Geographic Consortium 1994-yilda tashkil etilgan geokosmik ma'lumotlar va xizmatlar sohasidagi standartlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan xalqaro notijorat tashkiloti bo'lib, fazoviy ma'lumotlar turlari va operatorlari uchun standartlarni taqdim qilar ekan. Demak, ma'lumotlar bazalarida fazoviy bog'lanish va fazoviy bo'lmagan bog'lanishlarga ham e'tibor qaratilgan. Bunda demak, fazoviy bo'lgan bog'lanishga shakl va joyni ko'rsatish so'ralyapti. Fazoviy bo'lmagan bog'lanishda demak, mamlakatni yoki talabani identifikatsion raqami, uni tartib raqami. Demak, bular fazoviy emas, mamlakat shakli yoki biror masofani ko'rsatadigan bo'lsak, bu demak fazoviy ma'lumot hisoblanar ekan. Bu misolda ham demak, student va mamlakatning orasida fazoviy va fazoviy bo'lmagan so'rovlarni ko'rsatyapti. Mamlakat yoki talabani identifikatsion nomeri bu fazoviy emas. Yoki shakl demak fazoviy ma'lumot hisoblanar ekan. Shuningdek, OGESga misollar keltirilgan. OGES fazoviy ma'lumotlar turlari va operatorlariga to'xtalib o'tilgan. Demak, bunda nuqta, yuza yoki poligon, poligonlar, egri chiziqlar, nuqtalar kabi misollar keltirib o'tilgan. Demak, OGES geometriyasiga to'xtalgan. Bundan tashqari OGES fazoviy ma'lumotlar turlari va operatorlariga misollar keltirilgan. Masalan, teng, alohida, bir-biri bilan tutashmagan yoki kesishma, ikkala obyekt bir-biri bilan kesishgan yoki tutashuv. Demak, ikkala obyekt bitta umumiy chegarada ega. Yoki bir obyekt ikkinchi obyektning ichida, yoki bitta obyekt boshqasini qoplagan, yoki bitta obyekt ikkinchisiga o'xshaydi. Mana shunday operatsiyalar demak OGES fazoviy ma'lumotlariga misollar bo'la oladi. Shuningdek, tutashuvlar haqida to'xtalgan va poligon bilan chiziqni, poligon bilan nuqtani tutashuvi, chiziq bilan nuqtani tutashuvi, ikkita poligonni tutashuvi va yo'nalishli chiziqlarni tutashuviga misollar qilib keltirilgan. Shuningdek, ma'lumotlar turlari va operatorlari amallar geometriyasi misolida ham ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, OGES ma'lumotlar turlari va operatorlarini turli xil shakllarda geometrik obyektlarning asosiy usullarini ham ko'rsatib o'tilgan, ya'ni misollar keltirilgan. Bunda demak, geometriyaning turlari haqida, demak, butun sonlar, konvert usulida bosh, oddiy, uch o'lchamli, chegara va hokazo. Demak, so'rovlarda qanday operatsiyalarni bajara oladigan bo'lsak, ana shu fazoviy aloqalar uchun operatsiyalarni turlariga bu yerda to'xtalib o'tilgan. Demak, biz mana shu mavzu bilan tanishish davomida fazoviy operatsiyalar bilan yaqindan tanishishimiz mumkin ekan. Demak, mana shu OGES fazoviy ma'lumotlar turlari operatorlarini turli xil shakldagi operatsiyalariga bu yerda misollar keltirilgan. Demak, mavzu oxirida foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan va mavzu bo'yicha tushunmovchiliklar, sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, o'sha adabiyotlardan foydalanib unga javob topishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.